Allo, Allo, assalomu alaykum. assalomu alaykum. Gulshodxon opajonim, sog'misiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz ham a'lomi? Rahmat. Salomat bo'ling. Hamisha biz sizni bezovta qilib qo'ymadikmi? Yo'q, bemalol. Boringizga shukronalar. Avvalambor mana shunday muborak kunlar, qutlug' ayyomlar, 8-mart bahor bayramingiz qolaversa, ro'za-i Ramazon kunlarimiz sizga qutlug' bo'lsin. Rahmat. Hamisha baxt bilan yashang, quvonch bilan yashang, bahor gullaridek ochilib, xursand yashang. Biz Telegram ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan yaqin insoningiz Xorim tabriklar loyihasidan sizni bezovta qilyapmiz. Loyiha boshlovchisi Feruza Bonu bilan jonli muloqotdasiz. Rahmat, xursandman. Sizni tabriklab qo'yish maqsadida biz bilan bog'langan yaqin insoningiz borlar. Ular o'zlarining ajoyib tabriknomalarini, haqiqiy dil izhorlarini siz uchun qoldirganlar. Nima deb o'ylaysiz? Bu yaqin insoningiz kim bo'lishlari mumkin sizni shu qadar hurmat qilib yurguvchi? Opa-singillarim bor, juda ham yaxshi ko'raman. Ishchi xodimlarim bor, opa-singillarim, ular ham atrofimda aziz, mo'tabar insonlar, meni hurmat qiladigan insonlarim juda ham ko'p. Albatta, sizni sevguvchilar, qadringizni bilguvchilar ko'p. Ishchilaringiz orasidan kim sizni boshqacha hurmat qiladi? E'zozlaydi, ardoqlaydi, ustozim deb ta'kidlab o'tdilar. Onamdek aziz deb ta'kidlab o'tdilar. Kim bo'lishlari mumkin? Hammasi ham men uchun juda ham qadrli. Dilnura, Gulnoza, Nigina bor, hamma qizlarim bir-biridan a'lo. Sizni sevib ardoqlovchi, hurmat qilguvchi singlingiz, u kishi sizni opajonim deb atadilar. Singlingiz Shirin va Dilnuraxon nomlaridan. Meni opajonimni tabriklab qo'ying deya ajoyib tabriknomalar yetib kelgan. Ijozat berasizmi? Dilnuraxonning go'zal tabriknomalarini qabul qilib olasizmi? Rahmat. Mayli, o'qib bering. Rahmat sizga ham. Hurmatingiz ajratgan qimmatli vaqtingiz uchun. Assalomu alaykum qadrlari osmonim. Chiroyligim, yuzlari go'zal oyim, qoshlari kamonyoyim, mohlardan-da mohlari oyim, azizam, aziz ustozjonim, opajonim. Men sizni ushbu muborak kun, go'zal ayyom 8-mart bahor bayramingiz bilan tabriklayman. Qadrligim, go'zal insonim, atirgulim betakrorim. Ushbu go'zal kunlar sizga qutlug' bo'lsin. Qimmatligim bebaho opajonim, ilohim dunyo turguncha turing. Baxtimizga, singillaringiz baxtiga hamisha salomat bo'ling. Hamisha quvonch ila, baxt ila, saodat ila yashang. Yuzimizni, ko'zimizni kuldirib yashang. Sizning mehringiz, muhabbatingiz beg'ubor, yordamlaringiz, nasihat, maslahatlaringiz beminnat. Hayotimizda borligingiz uchun, sizdek oqila, samimiy, shirin zabon ustozimiz borligi uchun Robbimga rahmatlar aytamiz. Hamisha yordamga shay turasiz. Bizni e'zozlaysiz, mehnatlarimizni qadrlaysiz. Robbim sizdan hamisha rozi bo'lsin. Madina bizlarni chorlasin. Opajon, qo'llaringizdan zamzam suvi ichish nasib bo'lsin. Farzandlaringizni rohatini hamisha huzurda ko'ring. Opajon, do'stlar uchun, dugonalar uchun, singillar uchun hamisha qalbining qo'ri ochiq. Sizdek opajonimdan, mehribonimdan, dasturxonining zo'ri ochiq bo'lgan beminnatimdan Alloh rozi bo'lsin. Biz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz, e'zozlaymiz, ardoqlaymiz va hurmat qilamiz. Kim ne desa desin, ammo sizni opajonim deganman. Ishonganim yaqin sirdosh, toza ko'nglim deganman. Dardlarimni bo'lishguvchim, goh yig'lashib, kulishguvchim, shirin so'zlaridan obod dilim deganman. O'zi go'zal qalbi, go'zal xush fe'li u shirin zabon ulg'ayapti, ayting qanday? 18 yoshdek hamon deya mana shunday go'zal tabriknomalarni go'zal singiljoningiz Dilnuraxon nomlaridan qabul aylaysiz opajon. Rahmat katta Dilnura. Juda ham xursand bo'ldim. Ilohim shunaqa singillarim ko'paysin, hurmat e'tiborda. Ularni ham juda ham qattiq hurmat qilaman. Yaxshi ko'raman. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Sizlarga ham bayram muborak bo'lsin azizlarim. Rahmat sizga ham. Siz ham baxtlariga hamisha salomat bo'ling. Nima deb o'ylaysiz? Haqiqiy singillar bilan tutingan singillarni qanday farqi bor? Hech qanaqa farqi yo'q. Ular qalbingizga yaqin insonlar. Albatta. Qanday gulga o'xshatgan bo'lardingiz? Qanday ta'riflaysiz u kishini? Atirgulga o'xshatgim keladi. Doim kulib, ochilib, g'arazi yo'q inson. Qalbi pok inson. Albatta. Juda xursandman. Shunaqa
tartibli, odobli, chiroyli, xushmuomala, hurmat e'tiborga sazovor shunaqa nimalar bilan, qizlar bilan ishlaganimdan, ayollar bilan ishlaganimdan benihoyat minnatdorman. Albatta, siz ham ular uchun shu qadar qadrli, aziz ekansizki, nafaqat men, butun kollektiv bilan opajonimizni yaxshi ko'ramiz, qadrlaymiz deb ta'kidlab o'tdilar. Rahmat. Rahmat. Ilohim dunyo turguncha turishsin. Ilohim, hamisha baxtlarga sog' va salomat bo'ling, quvonchli kunlaringiz ko'p bo'lsin. Mana shunday 8-mart bahor bayramini juda ham ko'p bo'lsin u birgalikda, yaxshi davralarda, yaxshi insonlar bilan, singiljonlar bilan, qadrli insonlar bilan kutib olish nasib qilsin. Yaxshi o'tkazib oling, salomat bo'ling. Rahmat. Sizga ham bayramingiz muborak bo'lsin. Doim shunaqa xushchaqchaq, chiroyli bo'lib, g'oyibdan bo'lsam ham men sizni tasavvur qildim, juda ham xushmuomala, chiroyli. Sizingizdan bilinib turibdi. Ilohim sizga ham bayramlar muborak bo'lsin. Shunaqa e'tiborlarga loyiq bo'lishlik nasib qilsin. Rahmat opajonim. Rahmat. Hammalaringizni yaxshi ko'raman. Rahmat opajonim, go'zal so'zlaringiz, go'zal tilaklaringiz uchun. Tashakkur, salomat bo'ling.